Bu yerda o'lib yotganlarni ko'pi senga o'xshab pul topish uchun o'zini har yoqqa urganlar. Bola chaqa, uy-joy, mol-mulk deganlar. Topganlari bormi, o'g'irlaganlari bormi, yulganlarimi, hammasi o'zlariga qoladi deb o'ylaganlar. Ammo aldanganlar. Aldanganlar. Juda chiroyli gapiryapsiz. Hamma gapingiz to'g'ri. Mol-mulk, pul ketidan quvib yuribmiz. Ammo vaqti kelganida kafanni kiyib ketamiz. Yashashning mazmuni pul dedilar. Undan foyda ko'rishni o'yladilar. Butun umrlarini hech qachon o'zlariniki bo'lmaydigan dunyo uchun sarfladilar u oxiratni unutdilar. Qorong'u ko'nglimni nurdek oydinlatdingiz. Tavba qilmoqchiman. Nima qilay? Tavba pushaymon demakdir, ey Abdurahmon. Bundan keyin qaroqchilikni tashlayman. Guvohsan, Parvardigorim. Endi qaroqchilar bilan do'st bo'lma.